Xotin-qizlarga nima kerak bilasizlarmi? Albatta shunday ajoyibidan kuxinli mebel kerak bo'ladi. Buni nedan topamiz desangizda, Albero mebelga murojaat etaverasizlar, pod zakaz taxlab beramiz. Qaranglar, navbatdagi mijozimizning uyi kuxnyasi bo'ladi. Kengina taxlangan. Shunga moslatib, dopatolog variantda kuxinli mebelni taxlab berganmiz. Birinchisi sifatına keladigan bo'lsak, polni krashin MDFdan ishlandi. Laklari, kraskalarına keladigan bo'lsak, Turkiyaniki bo'ladi. Eng zo'r joyi qaranglar, devor taraflari polni krashin MDFdan ishlandi. Mexanizmlari vakuumli bo'ladi, tandem xullas, o'zi mijozning zakazini moslatib, zo'r etib taxlab berganmiz. Standartda javob beradi. Nechun desa ko'rishingiz mumkin, xolodilnikdan produktdan olinadi, moykada yuviladi, bu yerda to'g'raladi, gaz plitada pishadi, to'g'ri podacha yana stola bo'ladi. Hazratib oilangiz bilan yeb-ichib o'tiraverasizlar. Agar sizlar ham shunday ajoyibgina kuxinli mebel kerak bo'lsa, nera murojaat qilishni bilasizlar, to'g'rimi? Albero murojaat qilaverasizlar. Moykasini keladigan bo'lsa, keramik variantda taxlandi, dakansa xizmat qiladi. Eng zo'r joyi borku, bemena shu Fika brendidan zo'r bir naborlarni podarka etadigan bo'lsangiz, hazratib mazokatlarni kafe restoranda emas, uyda yeyishingiz mumkin bo'ladi. Xolodilnik uchun отдельный joylardan taxlab berganmiz, o'zingiz ko'rasizlar, bahasini beraverasizlar. Kuxinli mebelimiz yana ko'rib turasizlar, kengina etib taxlandi. Keyin qaranglar, bu yerda kafelni o'rnina stilishtada foydalanilgan materialdan polni bellardan taxlab berganmiz. Bellar ham krashin MDFdan taxlandi. Xullas, aytaman-ku, yani ko'nglingizga tirs etadigan mebel kerak bo'lsa, bemalol Albero mebelga murojaat etasiz.